Bugun Razaksoyda test qilib ko'rdim. Shu uchalasini bitta buxankaga aralashtirib, qirg'oqdan 30 metr ichkariga suzib kirib, 3,5-4 metr chuqurlikka shuni tashladim. Xatoligim bitta o'zimni xatoligim. Kamerani teskari o'rnatib qo'ydim. Kamerani yemga juda yaqin qo'ydim. Shuni evaziga atrofda ololmadi. Shu orada 10-minutda bir gala sazan keldi. Oldi. Kattasi 10 kilogacha bo'lgan sazan keldi. Men umid qilgan edim tushadi deb, lekin xatolik o'zimda bo'ldi. Kamerani yaqinlashtirib emas, naborot uzoqroq qo'yish kerak ekan. Endi bitta suv qancha chuqurlikka tushgan sari ko'rish qobiliyati ham sustlashadi. Shuni evaziga men yaqin qo'ygan edim. Bu menga yaxshigina saboq bo'ldi. Keyingi videolarda shoshilmasdan shu narsalarga e'tibor qilib syomka qilishga harakat qilamiz endi. Hammalaringga rahmat.